Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan lam harfiga ham yetib keldik. Ko'rib chiqamiz. Lam harfi bitta harfning ko'rinishi tarzida yoziladi. Bu alohida bir ko'rinishi. Bosh ko'rinishga keladigan bo'lsak, o'zimizning ilk qoidamiz. Birinchi harfdagi qoida. Alifni o'zini yozib olamiz. Mana alif yozildi va undan keyin yon tarafga qo'l beradi. Alif qo'l bermas edi, lam qo'l beradi. Yon tarafga mana yozdik, yon tarafga qarab qo'l berdi. Ko'rdinglar? O'rta ko'rinishi xuddi shuni o'zini olib kelib yozamiz. Mana xuddi o'zi keladi. Va oxir ko'rinishi esa xuddi shuni olamiz. Yoniga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Tayyor. Lam ko'rinishga ega bo'ladi. Juda ham oson. Davom etamiz. Yozib o'tganda ahamiyat qiladigan narsalar mana qo'lda yozaveraman. Yon tarafga mana. Oson. Yonga keladi. Bo'yi alif bilan bir xil ko'rinishda. O'rta ko'rinishi xuddi shuni o'zi yana keladi. Tarzi bo'ladi, oxirgi ko'rinishi o'zini asliy ko'rinishdek bo'ladi. Endi muhim jihati bo'lgan lom alif jihati xuddi shu jihatdan o'rganib chiqamiz. Lom alif mana bu ko'rinishda yoki keldi yonga qarab chiqish ko'rinishida bo'ladi. Bu lam alif harflari hisoblanadi. Ya'ni lom bilan alifni birlashuvi. Aslida lom alif mana bu ko'rinishda yozilishi kerak. Buni faqatgina Arabiston shiriflaridan bir donasidagina ko'rganman. Bironta Arab diyorida bu ko'rinishda yozilganini uchratmaysizlar o'zingizlar ham. Kalomda ham, boshqa kitoblarda ham lom alif ko'rinishda keladi. Bu nimaga? Lom alif ko'rinishi la tushunchasi, ya'ni yo'q degani. Misol uchun choy ichasizmi deganda yo'q ichmayman demoqchi bo'lsanglar, la deb aytadigan bo'lsanglar, la ibora sifatida foydalangani uchun bu tarzda yoziladi. Endi buni ko'rib chiqamiz. Katta qilib yozib olaman. Mana. Lom alif turibdi. Birinchi nuqtada mana bu yerda har doim l harfi bo'ladi. Ikkinchisi esa alif bo'ladi. Buni ajratib olinglar. Har doim lam, ikkinchisi alif. Mana bu ko'rinishda emas. Misol uchun bu tarzda bo'lsa, birinchisi l, ikkinchisi alif-ku. Buni chizig'i esa o'ng tarafda turibdi. L bunisi bu alif deb tushunmaylar. Har doim o'ng tarafda kelgani birinchisi lam, ikkinchisi alif bo'ladi va shu ko'rinishlarda o'qiladi. La a bo'lishligi mumkin. Yoki la i bo'lishligi ham mumkin. Lu a bo'lishligi, lu i bo'lishligi mumkin. Yoki li ko'rinishda bo'lishligi mumkin. Yoki bu harf sukunli bo'lishligi mumkin. Misol uchun al akbar misol uchun yoki davom etishi mumkin. Al ahmar yoki al bir narsa. Lam alif lam qo'shilgan shaklda bu tarzda yoziladi. Buni diqqat bilan ko'rib olinglar, bo'lmasam adashishlar mumkin. Yoki oldin jim harflarini o'tganmiz, xuddiki mana jim harflari ham qo'shilib yoziladigan shakllar bor, to'g'rimi? Nun, ya tarzlarda. Bu ham xuddiki bularga o'xshab alif bilan lam qo'shib yoziladi. Ana endi bir necha ko'rinishlarni ko'rib chiqamiz. Alif bilan yozildi, lam tarzda ulanmasdan yoziladi. Lekin lam o'zi harfi bilan yozilsa, unda ulanib yoziladi. Ko'rib oldingizmi? So'zlarni ko'rib chiqamiz endi. Mana lam harfiga ham yetib keldik. Anchagina harflar o'tib ko'rildi. Bu harfdan endi so'zlarni yasab olamiz. Oson bo'lishligi uchun lamning ko'rinishi boshidan boshlaymiz. Misol uchun labbay. Labbay. O'zbekcha so'zlardan lani ko'rinishi, bosh ko'rinishligi. Yoki hop layla. Layla ko'rinishlari bor, bosh ko'rinishi. Yoki o'rta ko'rinishi mumkin. Baliq misol uchun. Baliq. Mana o'rta ko'rinishi ko'rib o'tdinglar. Baliq. Yoki yana so'zlardan alaq ayni ham o'tganmiz. Alaq tarzda. Yoki oxir ko'rinishi yanada ham oson, hammasini o'chirib tashlayman. Bal yoki misol uchun alif bilan yozaylik. Asal o'zbekcha tarzda. Asal yoki mana
Shu tarzda yoziladi. Juda ham oson. Sizlar harflarni ko'p bilganinglar sababli har bitta harfda alohida shug'ullanib chiqinglar. Ya'ni yuqorida bo'lgan alifdan to lamgacha bo'lgan harflarni har bittasidan so'zlar, jumlalar tuzib chiqinglar. Albatta foydasi bo'ladi. Sizlar bilan Ibrohim Muhiddin bo'ldi. Kelasi darsda ko'rishguncha.